Salom. Bu qishloqda yashayotganimga ham 3 oy bo'libdi. Bu qishloqda Luna degan bir ajoyib qiz bor. Ochiqni aytsam, men uni sevib qolganman. Bugun borib sevgi izhor qilaman. Ha, mana Lunaning o'zi ham shu yerda. Xo'p, unga nima deyishim kerak? Aynimcha. Ha, bo'ldi, menimcha o'ylab bo'ldim. Salom Luna, yaxshimisan? Men seni sevaman. Mana bu gulni sevgim ramzi sifatida qabul qil. U nima derkin endi, xo'sh. Menimcha sen rozisan, lekin nega gapirmayapsan, Luna? Nima bo'lsa ham, yur men uyimga, dam olamiz. Nima? O'zingni uyingga taklif qilyapsanmi? Mayli, men yo'q demayman. Xo'sh, mana shu sening uyingmi? Wow, bilmagandim bu sening uying ekanini. Bu men uchunmi? Bu yerda yotaymi? Rahmat. Nima? Men qayerdaman, Luna? Bu yerda nima qilyapman? Bosh, qoch!